So'nggi qo'ng'iroq vaqtida qizlarning sochi yonib ketdi. Namangan viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi Chortoq tumanidagi maktabda so'nggi qo'ng'iroq tadbirida yuz bergan holat yuzasidan ma'lumot berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda maktabda o'tkazilgan bayram tadbiri vaqtida bitiruvchi o'quvchilar qo'llariga ko'tarib olgan gaz bilan to'ldirilgan sharlar portlagani natijada ba'zi qizlarning sochi yongani tasvirlangan videolar tarqaldi. Qayd etilishicha, mazkur holat Namangan viloyati Chortoq tumanidagi 48-umumta'lim maktabida sodir bo'lgan. Mehnat kodeksiga ko'ra o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragani, tashkilotda o'rnatilgan ichki mehnat tartib-qoidalarini qo'pol ravishda buzgani, o'ziga yuklatilgan lavozim vazifalarini lozim darajada bajarmagani va bir qator kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun maktab direktori bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilingan. Shuningdek, maktabning ma'naviy-ma'rifiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari va sinf rahbarlariga nisbatan tegishli intizomiy jazo choralari qo'llanilgan.